Assalomu alaykum barchaga. Demak, Amonskol xususiy maktabining afzalliklarini to'liqroq o'rganish uchun va Amonskol xususiy maktabi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun savol-javob rubrikamizni davom qilamiz. Bunda bizga Xushid og'am yordam beradi. Demak, savol quyidagicha, demak, o'quvchilarning o'zi yetkazish, ya'ni logistika qanday bo'ladi va Student Life Calendar, ya'ni o'quvchilarning ijtimoiy hayoti, tadbirlari, sayohatlari qanday bo'ladi degan savol bo'ldi. Ajoyib savol. Sababi bu loyihani o'ylayotgan vaqtimizda aynan o'quvchini hayoti faqat o'qish bilan iborat bo'lmasligi kerak degan gipoteza bo'ladi menda va aynan shuning uchun biza o'quvchini ijtimoiy hayotini ham rejalashtirish maqsadida, ya'ni o'qishdan tashqari hayoti bor o'quvchilarning. O'shani rejalashtirish maqsadida Student Life Calendar degan instrument o'ylab topganmiz va bu instrumentimizga ko'ra biza o'quvchini maktabdan tashqari, o'qishdan tashqari vaqtini ham band qilishga harakat etamiz. Va bunda biz albatta logistika xizmatimizdan foydalanamiz. Logistika albatta bo'ladi, ayniqsa o'rganishda, sababi logistikaning asosiy motivi faqat o'quvchilarni uydan maktabga, maktabdan uy emas, undan tashqari ularni qo'shimcha ravishda Xivaga sayohati, ichki turizm sayohatlarini, teatrlarga sayohati, turli ko'rgazmalarga sayohati, boshqa viloyatlarga sayohatlarni qamrab oladi. Undan tashqari Student Life kalendarini ko'radigan bo'lsak, unda bizlarning turli xil tadbirlarimiz, bayramlarimizni rejalashtirgan bo'ladi. Bu bo'yicha o'quvchi ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarimiz bo'ladi. Har bir maktabimizda ular aynan o'sha tadbirlarni to'g'ri tashkillashtirish, qadriyatlarni asosan tashkillashtirishlarni nazoratga oladilar. Demak, maktabdagi barcha tadbirlar, undan tashqari yil davomidagi tadbirlar, sayohatlar oldindan rejalashtirilgan va o'quvchilarga taqdim etilgan bo'ladi. Oldindan. Endi qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bular kichik o'zgarishlar bo'ladi. Lekin tadbirlar 1 yil oldin akademik kalendar tarzida sentyabrdan iyungacha rejalashtirilgan bo'ladi. Kichik o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin asosan baribir katta tubdan farq etadigan radikal o'zgarishlar bo'lmaydi. Yana savol paydo bo'ldi. Demak, Urganchdagi maktabimizda logistika qo'yilsa, avtobus qo'yilsa, rayonlovchidan ham o'rinli bo'ladimi? Ya'ni rayonlarga qatnashish uchun avtobuslar qo'yiladimi? Albatta, bu ota-onalar talablarini qaraymiz u yerda. Masalan, bizlar hozirgi hududimiz Xanqa, Bag'at va Xazars tumanlaridan juda qulay qatnasha. Bundan tashqari boshqa tumanlardan ham ota-onalar o'zini farzandlarini bizlar maktabga berishni istasalar, ular uchun ham logistikani tashkillashtirib beramiz. Ota-onaning tanlovidan kelib chiqamiz albatta bu yerda. Yotoqxona bo'lmasa kerak. Yo'q, yotoqxonani absolyutni hozircha yo'q, kategoriyasi yo'q. Sababi farzand faqat ota-ona bilan ham oilaviy muhitni ham his etishi kerak. Biz oiladan uzib olib bilmaymiz hozircha. Student Life kalendarining ichine giradigan bo'lsak, hozir men kompyuterda ko'rib o'tiribman, 70 dan ortiq, yana 70 dan ortiq turli xil eventlarni, tadbirlarni o'zina jalb etgan, rejalashtirilgan instrument. Masalan, 2-3 sini aytib o'taman. Masalan, guest speaker, ya'ni bir mehmon chaqiriladi maktabimizga. Bu mehmon odatda shu nima bilan, davr bilan mos bo'ladi. Masalan, 30-yanvarda bo'ladigan bo'lsa, bu asosan ko'pchilik universitetlarga tayyorgarlik ko'rib turadi. Masalan, shu universitetlarga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha nomdor, qandaydir natijaga erishgan insonlarni maktabimizga chaqiramiz. Va ular bizlarga har xil master klasslar o'tkazib berishi mumkin. Undan tashqari mutaxassislar bilan bir kun degan nimamiz bor, loyihamiz bor. Bunda har xil soha vakillari ish faoliyatini joyinda borib bolalar o'rganadi. Masalan, bankirning ish faoliyatini bankka borib biz harakat etamiz, turli xil banklar bilan, turli xil tashkilotlar bilan shartnoma tuzishib va o'quvchilar shura borib bir kun ularni ishlarini ko'rib chiqadi. Qani kelajakda men shu ishni qilsam bo'ladimi, arziymi? Ya'ni masalan ko'pchiligimiz kasb tanlaymiz-ku. Lekin kasbni biz nechlikini bilmay tanlaymiz. Ota-onamizni aytgani bo'yicha qandaydir bir to'yda ko'rib qolgan insonimizga, masalan, bu obro'li inson desa, biz shu odamga havas qilib shu kasbni tanlab qo'yamiz. Ya'ni tashqi taraflama simpatiya bor bo'lganligi uchungina kasb tanlaymiz. Lekin aslida o'zi nima ish etadi? U ishda umuman absolyutni nimasi bo'lmaydi, tushunchasi bo'lmaydi. Demak, bu o'quvchilarning kelajakdan maqsad qo'yishida katta yordam beradi. Masalan, faqat bank emas, bu yerda boshqa sohalar ham bo'lishi mumkin. Налог, moliya sohasi, doktor, shifokorlar bilan ham bir kun o'tkazish mumkin bo'ladi. Bunda asosan bizlarning tutorlarimiz, har bir guruhga berkitilgan tutorlarimiz faoliyat etib boradi. Bizlarning asosiy ma'muriyatning asosiy vazifasi shu shartnomalarni qilib, shuni ruxsat beradigan tashkilotlar bilan kelishib olish bo'ladi. Shuning instrumentlar o'z aksini topadi Student Life kalendarda. Undan tashqari yana shuning bir kunimiz bor, san'at ko'rgazmasi kuni. Bunda masalan qandaydir qulaylikchilik nimalari bo'lsa, shura olib borish,
Rasm chizish. Rasm chizish nimasi bo'lsa, san'at saroylarini olib borish, muzeylar olib borish o'z planimizda bor. Shunday. Demak, shu hududdagi ijtimoiy muhim bo'lgan obyektlarni tushuntirish bo'lishi mumkin. Ya'ni maktabdan tashqari hayotlarni beda rejalashtirishga harakat etamiz. Ya'ni faqat o'qish bilan emas, ular har taraflama rivojlangan bo'lsa, bizlar bitiruvchilarimiz. Masalan, muhandislik kuni ham turibdina. Balki ustaxonada qilib ko'ramiz muhandislik kunini. Shuning kunlar bor. Omon School. Biznes va liderlar maktabi.